yana bir vodiylik qatnashchimiz Jahongir aka, sizni sahnaga taklif qilamiz. Jahongir ovoz sahnasida Shohruxxon jamoasi, marhamat. Loyihani har bitta soniyasidan foydalanish maqsadida keldim. Qaysi etapgacha borishimni bilmayman ovoz loyihasida. Peshonaga yozgan bo'lsa, oxirida ham qoramni ko'rishinglar mumkin. Я люблю тебя до слез. Каждый вздох, как первый раз. Вместо лжи красивый фраз. Men hozir shukrulloh qanaqa yurakdan qildim, hamma maza qilyapti. Rahmat. Faqat siz bor, qo'shiq bor, bo'ldi. Vaqtni to'xtatib qo'ying. Tamam. Yuzingiz yorug' bo'lsin. Barxatga. Habiba. Nay 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 nay. Эй, веселей, скачи, мой верный конь. Эй, догоню, 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 беглянку догоню. Ног не жалей, скачи, мой верный конь. Эй, догоню, 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 Хабибу догоню. Ай да джигит, народ вокруг кричит. За хвалу спасибо, ну а где ж Хабиба? Где я не был, где мой конь меня не мчал? Но другой такой я не встречал, не встречал. Най 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 най. Свет твоих дарит разня, всегда манит меня, моя Хабиба, Хабиба. Глаз твоих ночи ведут, меня в ночи ведут, моя Хабиба, Хабиба. Меня любовь сама в дорогу позвала. Хабиба, ты с ума давно меня свела. Хабиба, я молю, откликнись, отзовись. Хабиба, я люблю, вернись ко мне, вернись. Ног не жалей, скачи, мой верный конь. Эй, догоню, 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 Хабибу догоню. Най 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 най. Най 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 най. Jahongir Shohruxxon jamoasi olqishlab qo'yamiz va Farruh Karimov sizga yuzlanmoqchimiz. Marhamat, fikringiz keling bir minut. Yashang, yashang. Bitta savol. Bu qo'shiqni kim tangladi? Bu qo'shig'i ustozimiz taklif qildilar. Biz mamnuniyat bilan ijro qildik bu qo'shiqni. Birgalikdami yo? Albatta. Yashaylar, yashaylar. Men o'ylaymanki, rahmatli Botir akamning pok ruhlari juda shod va men o'ylaymanki bu endi o'z yo'lingizda aytibsiz. Endi bu qo'shiqni hamma yaxshi biladi, Nasibaxon, o'z yo'lingizda. Lekin o'zingizga yarashibdi bu. Keyin men bir narsaga besh ketdim, sahnaga chiqish sizga xuddi bir katta baxtga o'xshaydi. Shu sezilyapti.
juda sahnani yaxshi ko'rar ekansiz. Agar sahnani kim o'sha ijrochi yaxshi ko'radigan bo'lsa, shunaqa javob berishi mumkin sahna. Sahna bir muqaddas joy. Man shu narsa menga ayniqsa yoqdi. Shlapayi tushib qolmasin hech qachon. Bo'ptimi? Rahmat sizga. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. Anvar Jo'rayev, marhamat. Juda ham go'zal ijro. Bu ashulani albatta hammamiz bilamiz, eshitib, maza qilib o'sha afsonaviy Botir Zokirovdan eshitganmiz, ko'rganmiz. Juda ham xursand bo'ldim men. Haqiqatan Farruh Karimov aytganlaridek juda ham bir o'zgacha ijro bo'ldi, o'zgacha manierada ijro bo'ldi, lekin juda ham chiroyli ijro bo'ldi. O'zlariga yarashgan. Bilinib turibdi, shu ashulani sevib, his qilib aytdilar bu ashulani. Rahmat. Maza qildi. Nasiba Abdullayeva, marhamat, sizning fikringiz. Uzoq yillarga orqaga qaytardi bu qo'shiq yana bizni. Botir akamni ayniqsa o'sha Habiba deganlari hali qulog'imda va o'sha Habibasi Botir akamga o'xsharmikin deb kutib turdim. Bu kishining Habibalari o'ziga xos bo'ldi, o'zlarining yo'nalishida o'zlariga yarashtirib ijro etdilar va katta mehnat qilinganligi ko'rinib turibdi. Yashang, salomat bo'ling. Nasiba demoqchi edim, lekin Shunaqa emassiz. Hozir rosa o'tirib maqtardim sizni agar shunaqa deganingizda. alohida aytib beraman uni, xudo xolasa. Ha, sizlarda ham shunaqa bo'ladimi? Uxlashdan oldin, mana shunaqa desam bo'lar ekan deb. Strategически o'ylamaganlar-da. Yo, strategik o'ylangan. Nasiba degan bilan baribir Shohruxxon hal qiladilar hammasini bugun. Yo'q, biza bosim qilardik-da. Shohruxxon, marhamat, sizning fikringiz. Voy, o'ylanib qoldim-ku men. Kimni qoldirarkanman? Hamma menga yoqyapti hozir. Siz uni hali o'ylashga vaqtingiz bo'ladi aka? Yo, o'ylab o'tiribman mana. Hozirdan siqilishni boshlamoqchisiz. Mana ustozimiz aytdilar, haqiqatda sahnaga chiqqaningizda baxtli bo'lib chiqdingiz. O'zi hayotga kulib boqqan odamga hayot ham kulib boqadi. Siz mana baxtli bo'lib chiqdingiz-ku. Butun hamma o'sha baxt sizga qaytib keldi. Bu qo'shiqni men to'g'risi qo'shiq san'atga qiziqishimni o'zi Botir Zokirovdan boshlangan. Hamma ekzamenlarda ham o'sha ustozning qo'shiqlarini eshitib harakat qilardik. Bugun men o'zingizni talqiningizdagi bu variant ham juda ham chiroyli chiqdi. Juda yaxshi. O'zingizga xos bo'ldi, lekin baribir chiroyli bo'ldi. Rahmat. Katta rahmat sizga va Jahongirga olqishlab qo'yamiz. Marhamat, joyizmi? Egallashingiz mumkin. O'zbek tili juda ham boy. Mana, o'ziga xos bo'ldi. Xudo biladi, yaxshi deganimi bu, yomon deganimi? O'ziga xos bo'ldi. Xudo biladi. Bu xuddi xolangiz o'g'li nimadir chizib kelganda qalay bo'lsa, o'ziga xos chiqibdi. Balki zo'r deganidir. Balki sizning fikringiz boshqachadir tomoshabin sifatida. Men unga aralashmayman ham va bu meni vazifamga kirmaydi ham. Men shunchaki keyingi ishtirokchini e'lon qilishim kerak, lekin buni ham men bilmayman. Buni ham faqat jamoa ustozi biladi.